Bugungi videoda mashhur blogerlarning birinchi videosini ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qism ketdik. Ha aytgancha obuna bo'lish esdan chiqmasin. Birinchi blogerimiz bu albatta Abdujabborov. Abdujabborovning YouTube kanalida 1.760.000 obunachi va 696 ta video bor. Abdujabborovning birinchi videosi bu penalti. Oxirgi bo'lib penaltidan gol uring va xohlagan butsini yuting. 3 yil oldin qo'yildi. Bugun bizda podpishchiklar bilan penalti challenge bo'ladi. Shartlari juda ham oddiy. Hamma bitta-bitta tepaveradi. Bu videoda Abdujabborov aytgandek, penalti o'ynashadi va penaltida kim yutgan, Abdujabborov unga sovg'a qiladi butsa, magazinga borib xohlagan butsasini tanlash imkoniyati bor. Keyingi YouTube blogerimiz bu Rossiyaning eng yirik blogeri, ya'ni Glent. Glentning YouTube kanalida 24.400.000 obunachi va 1000 ta video bor. Glent oldin H4 komandasida faol yuritgan va hozirda Glent o'z YouTube kanalini olib boradi. Glentning eng eski videolaridan biri bu 6 yil oldin qo'yilgan 808 million prosmotr bo'lgan. Bu "Сколько стоит техника в офисе Влада 4". А скоро Новый год, поэтому, ребят, лучшим подарком будет подписка на этот канал. Спускайся вниз, нажимай на красную кнопочку подписаться и давай расти вместе. Канал молодой, будем развиваться, показывать вам всю технику интересную, крутую. Не забывай про колокольчик и про лайк, а мы начинаем. Keyingi blogerimiz bu Ahror Alixonov. Biz Ahror Alixonovni rep qo'shiqlari bilan va o'zini jinnicha tutishi bilan taniymiz. Ahror Alixonovni YouTube kanalida 346.000 obunachi va 52 ta videosi bor. Ahror Alixonovni birinchi qo'ygan videosi bu o'zbek bola Hamdam Sobirovning klipiga reaksiya qildi. 115.000 ta prosmotr va 2 yil oldin qo'yilgan video. Bu yerda qisqa qilib aytganda, Hamdam Sobirovning birinchi klipiga, Hamdam Sobirovning klipiga Ahror Alixonov reaksiya bildirgan. Mana shunaqa tushunsa bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. Keyingi YouTube blogerimiz bu Vlad A4, ya'ni Rossiyaning eng katta YouTube blogeri Vlad A4 hisoblanadi. Vlad A4ning YouTube kanalida 92.500.000 podpishchik bor. O'ylab ko'ringlar, 92.500.000 va 1000 ta videosi bor ekan. Vlad A4ning birinchi videolaridan biri bu 11 yil oldin qo'yilgan "Когда мама нет дома" degan videosi. 15 million ta prosmotr. 15 million. Keyingi blogerimiz bu Baburello. Baburello yaqinda 300.000 ta bo'ldi va 99 ta videosi bor. Baburelloning birinchi videolaridan biri bu 3 yil oldin qo'yilgan va atiga 5700 ta prosmotr. Bu menimcha выиграл турнир на 1 million so'm. Наверное, batta KSda stream qilgan. Keyingi YouTube blogerimiz bu Omonxon. Omonxon o'zini qabrda yotish va qanaqadir challengelar qilishi bilan bizga mashhur. Omonxonning YouTube kanalida 2.350.000 obunachi va 225 ta video bor. Omonxonning birinchi videosini qanday tushunsak bo'ladi? Omonxon blog ham olmagan, vlog ham olmagan. O'zi tushunmagan videoni olgan. Bu kanalni YouTube bloger deb hisoblasa bo'lmaydi. Bu million jamoasi. Million jamoasida 4.700.000 obunachi va 360 ta video bor. Million jamoasini eng birinchi videolaridan biri bu 11 yil oldin qo'yilgan Million konsert dasturi 2014-yil. O'shanda men 3 ga kirgan bo'laman. Keyingi blogerimiz bu bizni kuldirib kelayotgan Instagramda va TikTok, YouTube va boshqa tarmoqlarda bu Bobur Mansurov. Bobur Mansurovda YouTube kanalida 2.800.000 obunachi va 731 ta video bor. Bobur Mansurovning birinchi videosi 3 yil oldin qo'yilgan va 249.000 ta prosmotr bo'lgan. 2158-yil zamonimiz tubdan o'zgardi.
Mana Instagram va TikTok yulduzlari uchun, ya'ni mashhur blogerlar uchun adiblar xiyoboni yaratib qo'ydik, ularning haykallarini qo'ydik. Mana yosh blogerlar uchun O'zbekistonning eng mashhur qiziqchisi deb mani o'ylashim bo'yicha hisoblaydiganim bu Elmurod Haqnazarov. Elmurod Haqnazarovni YouTube kanalida 1.330.000 ta obunachi va 1.600 ta video bor. Elmurod Haqnazarov o'zini konsert dasturlarini YouTube'ga ham joylaydi. Birinchi videosi bu menimcha o'zbek kino. Diqqat bilan eshita bilishi lozim. Har bir gapni diqqat bilan tinglab, zarur savollarni bera bilish kerak. Biz bu kafega nima sababdan odam kelmayotganligi va bunga sabab aybdor kimligini hozir aniqlaymiz. Yaqin 10 daqiqa ichida sizlarni boxabar qilamiz. Kim aybdorligi? Demak, shogirdim bilan ishga kirishamiz. Birinchi savol, siz O'zlarini stilida prikol, mem sifatida kichkina kinoserial olishgan va bu kinoserial 403 mingta prosmotr bo'lgan. Mana shu joyda videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, izohlarga 3-qism yoki yoqdi deb like bosib yozib keting. Hammaga xayr.